Assalomu alaykum qizlarjonlar. Men bugun sizlarga Lamukel brendini 7,5% toza vitamin C li ampulasi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Xo'p, teringizga nur va tozalik baxsh etuvchi bu serum Lamukel brendini 7,5% li vitamin C li ampulasi yuz terisini yoritadi va dog'larni kamaytirish uchun maxsus ishlab chiqilgan kuchli vitamin C serumi. Buni foydasi terini oqartiradi, xiralikni yo'qotadi, pigment dog'larni asta-sekinlik bilan kamaytirib, ochartirib beradi. Aknedan qolgan izlarni va mayda dog'larni ochartirishga yordam beradi. Terini namlab, sog'lom va yaltiroq ko'rinishga olib keladi va terimizni tabiiy kollagen ishlab chiqarilishini rag'batlantiradi. Terini taranglashtiradi, yoshartiradi qizlarjonlar. Bu serumimizni tarkibida eng katta birinchi qatorlarda turadigan askorbinoviy kislotani toza formatida 7,5% kuchli antioksidant, bilasizlar, terini juda ham yaxshi oqartiradi. Undan tashqari buni tarkibida feruloviy kislota bor, ya'ni vitamin C ni kuchini, ta'sirini kuchaytirib berish xususiyatiga ega. Undan tashqari bu yerda pantenol hamda alantain moddalari bor, ya'ni kuchli vitamin C ishlatganinglarda yuzinglarni tinchlantirib va uni razdrajeniya bo'lmasligi uchun yordam beradi. Undan tashqari bu ampulani tarkibida seramidlar bor, ya'ni seramidlar teri baryerini mustahkamlaydi va yana qo'shimchasiga tabiiy o'simlik ekstraktlari joylangan terini oziqlantiradi. Qaysi teri turiga mos keladi deganinglarda, kimni terisi xira bo'lsa, charchagan teri bo'lsa, pigment dog'li teri bo'lsa, akne izlari bor bo'lsa yoki bo'lmasam normal, aralash va yog'li teri uchun juda ham mos keladigan ampula. Yuzinglarni tozalaganingizdan keyin o'zinglarni ishlatadigan toneringlar bo'lsa, toneringlarni surtasizlar va tonerdan keyin 2-3 tomchi qizlar, 2-3 tomchini o'zi yetarli bo'ladi. Yuzga surib, yengil masaj bilan serumni yuzingizga singdirasizlar. Muntazam ishlatilganda qizlar teri yanada yorqin, toza va sog'lom ko'rinishni boshlaydi. Qizlarjonlar, bir necha tomchi va terida sezilarli o'zgarish. Vitamin C serum bilan yorqin va sog'lom teriga ega bo'ling. Murojaat uchun, zakaz uchun direktga murojaat qilasizlar.